895 dollardan umra safariga chegirma qilamiz. Bugun yoki ertaga uchadigan reysimiz bas 6 kun oldin sizlarga katta chegirma qilyapmiz. Xo'p, qaysi sanaga qanaqa bo'ladi desalaring, videoda oxirida tushuntirib beramiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays orqali umra safarini sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, bizga O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlar tashab, Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Yoki da ofisimiz Farg'ona Marg'ilon O'ram choyxonasining oldiga tashrif buyurib, naqd ko'rinishda hisobchilarga to'lovlarni amalga oshirsalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa, qanaqangi sharoitlar tayyorlangan desalaring, Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsalar, Makka Mukarramada asosiy 700 metr, undan keyin 1 kilometrda yana bitta gastnitsamiz bor, lekin hozir Diyor al-Uraba nomli yangi gastnitsa olganmiz. Haqiqatda yangi qurib topshirilgan gastnitsa, masofasi 700 metr, haramga piyoda kirib chiqsa bo'ladi. Xudo xolasa 4-5 kishilik xona joylashuvlari, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatini o'z ichiga oladi. Xudo xolasa 50 boshlar har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Bundan tashqari aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalar beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli zamzam suvlari hadya qilinadi. Yo'llarda, samolyotda hamda avtobusda qiynalmaslik uchun, mana shunaqa uxlash uchun qulay qilingan 3 yostiqchalarini ham sizlarga taqdim etiladi. Xudo xolasa, qanaqa savollaring bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib to'lov ma'lumot olsalaring bo'ladi. Xo'p, endi 895 dollarlik chegirmamizga to'xtalamiz. 7-iyul Toshkent Jidda yo'nalishdagi reysimizni 895 dollardan qilib beramiz. Agar vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa 995 dollardan qilib beramiz. 7-Namangan Madina yo'nalishidagi reysimiz bor. Buni narxini 1040 dollardan qilib beramiz. 8-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. 38 ta joyimiz qolgan. Buni narxini ham 1040 dollardan qilib beramiz. 15-22-29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni hammasini 1050 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa eng arzon narxlar bizning kanalimizda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi arzon chegirmali narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lsalaring ham narxlarga chegirmalarni chiroyli qilib qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'shni Tojikistondan ham umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga Xudo xolasa, ana kecha 13 talik ziyoratchilarimiz Toshkentdan uchirdik. Gastnitsalarigacha gaplashib, bir kun oldin kelib chiroyli dam olishlarini tashkillashtirib berdik. Xudo xolasa muammosiz Tojikistondan ham bemalol bizga bog'lansalaring bo'ladi. Sizlar qiziqtirgan qanaqa savollaring bo'lsa, barchasiga javob beramiz. Xudo xolasa ekrandagi raqamlar 24 soat xizmatlaringda, videoda qaysi kuni, qaysi vaqtda ko'rayotgan bo'lsalaring, bemalol telefon qilaverasizlar. Va bundan tashqari boshqa oilaga joylaring bron qilmoqchi bo'lsalaring ham biz xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.